o'simliklarini ayrimlari haqiqatdan ham havoni tozalashga va insonni ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Ammo ba'zilari allergiya, zaharlanish va bosh og'rig'ini keltirib chiqarishi ham mumkin. Shuning uchun uyga o'simlik tanlashni xarid qilish bosqichidayoq ongli ravishda amalga oshirish kerak. Bugungi videoda havoni tozalovchi eng foydali 5 ta yashil filtr o'simlik va mashhur bo'lsa-da, ammo muammo keltirishi mumkin bo'lgan 3 ta zararli o'simlik haqida gaplashamiz. Marhamat. Xlorofitum. Xlorofitum kvartira uchun eng talabchan bo'lmagan va shu bilan birga juda samarali o'simliklardan biri. U mebel, plastik va bezak materiallaridan ajralib chiqadigan uchuvchan kimyoviy moddalarni yaxshi yutadi. Xlorofitum formaldegid va boshqa ifloslantiruvchi moddalar miqdorini sezilarli darajada kamaytirishga qodir. Bu o'simlik quruq havoga, sug'orishni vaqti bilan o'tkazib yuborishga va yarim soyaga ham oson moslashadi. Shu sababli u band insonlar yoki tez safarga chiqib turadiganlar uchun juda qulay. Sansevieria. Bu o'simlik qo'shimcha kislorod manbai bo'lib xizmat qiladi va bo'yoq, lak hamda plastik bilan bog'liq maishiy ifloslantiruvchilar, ksilol, toluol va boshqa moddalarni filtrlashga yordam beradi. Sansevieriyaga kam sug'orish va tarqoq yorug'lik kifoya. Shuning uchun u hatto qorong'iroq burchaklar va ofislar uchun ham juda mos keladi. Spatifilum. Nafaqat bezakbop o'simlik, balki maishiy kimyoviy vositalar va yangi bezak materiallaridan ajralib chiqishi mumkin bo'lgan formaldegid, benzol va trixloretilin miqdorini kamaytirishga ham yordam beradi. Ayrim tadqiqotlarda bu o'simlik bir vaqtning o'zida bir nechta turdagi ifloslantiruvchi moddalarni yutish qobiliyati yuqori ekani ko'rsatilgan. Shuning uchun uni yotoqxona, mehmonxona va ishxonalarga qo'yish tavsiya etiladi. Bu o'simlik namsevar. U o'rtacha lekin muntazam sug'orishni va vaqti bilan barglariga suv sepib turishni yaxshi ko'radi. Aks holda barglarini chetlari quriy boshlaydi. Ficus benjamina va rezina fikusi. Chang va havodagi gazsimon aralashmalarni yaxshi ushlab qoladi. Ularni katta barglari changni o'ziga yutib oladi va qisman qayta ishlaydi. Bunday o'simliklar karbonat angidridni faol yutib, kislorod ajratadi. Barglarini muntazam artib turilsa, ayniqsa quruq havoli va eski ta'mirli shahar kvartiralarida xona mikroklimatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab uy egalari katta fikus paydo bo'lgandan keyin mebeldagi chang kamayganini va nafas olish ancha yengillashganini ta'kidlashadi. Bu ayniqsa isitish mavsumida seziladi. Aloe vera. Uydagi tabiiy dorixona bo'lib, bir vaqtning o'zida xonaga chiroy bag'ishlaydi va teri parvarishi uchun foydali xomashyo manbai hisoblanadi. Aloe o'simligi havodagi benzolni oz miqdorini kamaytirishda ishtirok etadi. Aloe shirasi mayda kuyishlar va teridagi yengil jarohatlarda an'anaviy ravishda qo'llaniladi. Shu bilan birga aloe juda talabchan emas. U tuproqni uzoq vaqt qurib qolishiga chidamli va quyosh tushadigan deraza tokchasida yaxshi o'sadi. Bu esa parvarishga ko'p vaqt ajrata olmaydigan insonlar uchun juda qulay. Diffenbachia. Zararli turga yetib keldik. Uni ko'pincha chiroyli barglari uchun sotib olishadi. Ammo uni xususiyatlari haqida har doim ham o'ylab ko'rilmaydi. O'simlik barcha yashil qismlarida zaharli shira mavjud bo'lib, u teri yoki shilliq qavatlarga tekkanda kuyish, kuchli ta'sirlanish, ko'zdan yosh oqishi va shishni keltirib chiqarishi mumkin. Shifokorlar ogohlantirishicha, Diffenbachia ayniqsa kichik bolalar va uy hayvonlari bor xonadonlarda xavfli hisoblanadi. Bargni tasodifan chaynab ko'rish yoki shirasiga tegib ketish ham jiddiy zaharlanishga olib kelishi va tibbiy yordam talab qilinishi mumkin. Monstera guli. Zamonaviy va ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur o'simlik, ammo u ham ko'ringanchalik bezarar emas. Monsterani ayrim turlari barg va poyalarida kalsiy oksalat kislotalari va boshqa zaharli birikmalarni saqlaydi.
Ular shilliq qavatlarga tushganda kuchli achishish, shish va og'riqli reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Bu ayniqsa bolalar va uy hayvonlari uchun xavfli. Uy o'simliklari bo'yicha mutaxassislar monsterani bolalar va hayvonlar yeta olmaydigan joyga qo'yishni tavsiya etadilar. Terisi sezgir yoki allergiyaga moyil odamlarga esa uni umuman sotib olmaslik ma'qul. Azaliya. Azaliya guli juda chiroyli gullaydi. Ammo allergiyasi bor insonlar va uy hayvonlari uchun muammo manbai bo'lishi mumkin. Azaliyani ayrim turlari zaharli moddalarni saqlaydi. Ular organizmga tushganda ko'ngil aynishi, bosh aylanishi va yurak faoliyatini buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, uni hidi va gulchangi sezgir odamlarda allergiya xurujlari va nafas olishi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Veterinariya amaliyotida mushuk va itlar azaliya barglari yoki gullarini yeb qo'ygandan keyin og'ir zaharlanish holatlari ham qayd etilgan. Shu sababli uy hayvonlari o'simliklarga erkin yeta oladigan xonalarda azaliyani saqlash tavsiya etilmaydi.